Keling, sizni 1 yoshlikka sayr qildiraman. Bugun birgalikda ko'rinishi ham, ta'mi ham yoshlikni eslatuvchi o'sha mashhur skaska ruletini tayyorlaymiz. Toza va quruq idishimizga 5 ta tuxumimizni oq va sarig'i bilan birgalikda solamiz. Shakar, chimdim tuz va vanilinni solib oppoq massa bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Unimizni esa 2 ga yoki 3 ga bo'lib, elakdan o'tkazib solamiz. Lopatada sekinlik bilan tepadan pastga qilib aralashtiramiz. Eslatib o'taman, birorta ham qumoqlari qolmasin. Aralashtirib bo'lganimizdan so'ng ustidan qaynoqqina 50 gram sutimizni solib, yengilgina aralashtirib olamiz. Yoyiq listimizga pergament solib, ustidan xamirimizni to'kamiz va pishirish uchun duxovka pechiga yuboramiz. Juda ham tez vaqt oralig'ida korjimiz pishib chiqadi. Gazni yonidan aslo ketmaydi. Korj ustiga pergament qo'yamiz va orqasini o'girib, pergamentini olib tashlaymiz. Issiqligida sut surib, bir chekkaga olib qo'yamiz. Endi esa eng mazali kremni tayyorlaymiz. Xona haroratida turgan sifatli sariyog'imizni oppoq bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Ustidan molokoni solib, yengilgina aralashtiramiz. Tayyor kremimizni esa sovigan kojlarimiz ustiga bir tekisdalikda surib, rulet shaklida o'rab chiqamiz. Aytgancha kremdan 2-3 qoshiq ustini bezatish uchun olib qo'yiladi. O'rab bo'lgan kojlarni 2-3 soatga xolodilnikka qo'yamiz va xohishga ko'ra bezatamiz. Ishonavering, bu ruletni tatib ko'rib, aniq yoshligingizga qaytasiz. Yoqimli ishtaha.